Assalomu alaykum. Mana Medved klubda yangi yulduzlaridan ikkitasi bilan bugun suhbat qilaylik-chi. Nechaga kirding? Oting nima? Muhammad Karim. Qancha medallar? Nechta medaling bor? 9 ta medali bor ekan. Otingiz nima edi? Muhammad Imron. Sizda nechta? 11 ta medali bor ekan. Malades. Yani shunaqa gaplar. Chempionlarimiz ko'p, xudo xolasa aytdim. Qancha chempionlarimiz bor. Bugun Abubakir O'shda jangi bor ekan, haqqa ketgan. Omad tilab qolamiz hammalariga. Salomat bo'linglar. Duodamiz hammalari uchun.